Do'stlar, amaliyotimizda uchragan qiziqarli keysni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bemor 73 yoshli ayol, hansirash, yurak o'ynashi, subferbil tana haroratining ko'tarilishi, eshitishning keskin pasayib ketishi, bosh aylanishi va umumiy holsizlik kabi shikoyatlar bilan keldi. Ko'rganimizda tashqi ko'rinishdan aynan bemorni tashqi bo'yinturuq venalarini keskin bo'rtganligi va dopplerografiyada ham ichki bo'yinturuq venalarini keskin tarangligini ortganligini ko'rishimiz mumkin va bundan tashqari braxotsefal arteriyalarni tekshirganimizda, dopplerografiya qilib ko'rganimizda aynan uyqu arteriyasining kengaygan bifurkatsiya oldi qismida ham demak kalsinozlashgan bir nechta blyashkalarni, ya'ni xolesterinli kalsinozlashgan blyashkalarni ko'rishimiz mumkin. Bu ham 40-50% gacha demak stenoz holatlarini beradi va bosh aylanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Boshdagi perfuziyani nisbatan pasaytiradi. Shuningdek, echokardiografiyada juda ham ko'plab topilmalar bo'ldi. Dastavval diastolik disfunksiyani ko'rishimiz mumkin, ya'ni chap qorinchani relaksatsiya funksiyasini buzilishi birinchi tipdagi va bundan tashqari aortadagi klapandagi o'zgarishlar, aterosklerotik o'zgarishlar sababli yuzaga kelgan yengil aortal stenozni aniqladik. Bu stenoz ham yurakni chap qismini, chap kameralarning kengayishiga sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Do'stlar, tashqi va ichki bo'yinturuq venalarining tarangligini ortganligi bu o'ng qorincha muammolarini, yurakni o'ng qismini muammolari bor yoki yo'qligini demak tekshirishga bizni undadi va bundan tashqari biz aynan tromboemboliya xavfini baholashimiz kerak bo'ldi. Bizda demak tromboemboliyani baholash uchun o'pka arteriyalarining proksimal qismlari, o'ng va chap o'pka arteriyalarini demak tekshirganimizda proksimal qismlarda tromblar aniqlanmadi, lekin trikuspidal klapanning 2-3 darajadagi yetishmovchiligini aniqladik va o'pka gipertenziyasi borligiga guvoh bo'ldik. Va bundan tashqari ko'rib turibsiz, bemorda bo'lmachalar aro to'siqda tipdagi anevrizmasi, katta anevrizmasi aniqlanyapti va bu yerda chap bo'lmaning keskin demak obyumini, ya'ni hajmini ortganligini ko'rishimiz mumkin. Bu mana subkostal dostupda ham ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, eng qizig'i umumiy qon tahlili bizga shokka tushirdi. Umumiy qon tahlilidagi topilmalarni pauza qilib ko'ring va umumiy o'z fikringizni va yakuniy tashxisingizni kommentariyalarda qoldiring va biz buni muhokama qilamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.